Assalomu alaykum. Qadra qavlma yaxshimi? Eshitma. Aylinkilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bir asar ekidim. Ko'rpaqamsizkin. Ma'qul. Kiring. Pahu. Pah. Voy, nima degan chiroyli uy bu? Yangi uy ko'chib olibsiz, muborak bo'lsin. Birga bo'lsin. Shu 5-qavatga o'zingiz minib chiqamsiz ya, bir ko'tirib chiqib qo'yamdi. Bu qani, o'tiring. Baq. Qaltiskana. Qani, o'tiring. Amin. Allohu akbar. So'q suvmi? Voy, nima qilasiz? Ichma. Voy, choy ichmamsiz? So'q suv yetmaydi. So'q suv degan tabiatning o'z mevasi. Qaynatib quvvatini o'ltirib o'tgan suvda nimasi bor deysiz? Chimangul. Bir china so'q suv akirang qizim. Mana hozir. Buni hikoya desam bo'lamdi yoki nim desam bo'la. Herhalde yarab qolgandek bo'lsa, o'zingizning nomidla e'lon qilib o'tasiz. Bu nim deganingiz? Bu deganim, qarang, ancha-muncha bir narsalarni yozib, o'zimning ko'nglini xo'sh qilib turgan bo'lsam-ku, qarang. Lekin hozirgacha birasini o'zimning nomida e'lon qildirib boqmaganda. Qamlashmagan bo'lsa, haq meni zanglik qildi. Qamlashgan bo'lsa, buni cho'qim bir yerdan ko'chirib olibdi yoki biz yezib beribdi dedi, qarang. Undan ko'ra o'zingizning nomini e'lon qilsangiz, yozganlarimni boshqalarning qo'lda o'qiganini ko'rsam, shundan o'z kifoya. Qizil yuzligim yorim ey Navat bilene jügan. Hoy, biyala nimandaq tutuq? Qini. Ko'zdan ketdiqdan ha. Mush ko'zoynak taqay desam, qarang, boshqalarning ma bir narsaning haliga baxmay aynak taqib olgan odamligin deb qo'rqima. Shuni taqamayman. Zaman o'zgarib ketib bordi, qarang. Burunlarda dehqonlar ho'yinlarga kirib, gandovoz tatib olsak, kuzda ancha-muncha sayko'ktat beramiz deydigan. Hozir dehqonlarni chaqirib qarang, "O gandini tatib olinglar" desangiz, "Voy, nech pul bersa, o teqi men nima ko'ryapti" deb qopiladi, qarang. Ha? Boya xat tutgan dedingizmi? Haras, qalamning siyasi tugandicha qarang, uchiga tukirib yozaverimizdan ha.
u chaqda qalamga siyoh xizmat desangiz, qalliq kelgan gap qech ketdi. Bu yilqi ilhom qochdi deganimiz shumi? Mush tükürük to'g'risin bir narsa yozaymi deyman. Agar Yusufni qolsam, cho'qim sizga ip kelma. Nima? Endi mush tükürük to'g'riliqmi bir nima yozmoqchimisiz? Bu nima degan bema'ni gap bu? Tükürükni sal chaqlamang. Agar yozdigan bo'lsak-chi, mush dehqonlarni ketman chapqanda-chi qarang, qo'liga tükürüp turib ketman chapidi. U mo ketmandan sepen chang tutma deb shunda qildi. Ba'zilar so'qishib qolganda bir-birisining yuziga tükürdü qarang. Sazandilar dutatdan bir chaqanda xarak bilan quloq tüküramdi, tükemamdi. Ha, bu kishi vaqtimizda beshimizga yor chiqib qolgan vaqtida cho'nglar beshimizga tükürib saqib qoldigan. Agar yozmal deydigan bo'lsak, bu to'g'riliq nurg'un narsa chiqdi. Agar Yusufni qasam siz cho'qib kelma. Hey, bu yıl xotanda paxtdan bahsi bir axil tushib ketdi, anladingizmi? Sizim ish xotangiz bizni tepamaysiz. Bu adashning aqli joyida emasmi qandaq? Bu yildan boshlabcha qonun normi yoqadak. Shimol qutbdagi ba'zi mamlakatlarda konga bog'lab ish qilib deydi-ku. Bunda aytgan gaplarning ma'nosi cho'nqur. Ammo darhol tushungan bo'lmaydigan yiliqi yangi uslubdagi gap so'zlardan bo'lib qolmasa yana. Asringizni tahrir bilimidikilar bir ko'rib baqsin. Keyin javobini beray. Bo'lamdi, ha? Rahmat. Asrim yarg'idak bo'lib qolsa, o'zingizning nomingizla e'lon qilavering. Napat yuzni ko'rib, yurgimni to'xtatib olgandan keyin qolganlarini ondan o'zimning nomimni e'lon qilay. Taqtuqqa qilmagandimmi? Dedim-ku, zamon o'zgaryapti deb. Havorim o'zgaryapti qarang. 6-oyda qayoqqa qirmamsiz? Xo'sh. To'xtab turing, ha? Asringizning mavzusini qo'ymabsiz-ku. Sarang. Ha? Sarang deb yozib qo'ying. Voy, nimada ansiz xotin mana. Voy, Samajonning dukuni qilib, balla bilan birdan birimdan o'tirimiz deb menga boshqa ish bo'lmagandiki. Yana shu ish qilmangdim, danga? Xotin haqqiga aksiyani aralashmaydigan. Kunda ish o'tamaymiz uni. Oyda yilda bir qatam ara yig'ilib bunda ish o'tirgan gap. Bo'ptamisa, baldirroq qaytib kelasiz. Ha? Sig'ilib ketamsan-ka? Ish men emas, Sarang. Ara, kech qolmay qaytib kelishni unutib qolmang, ha? Qo'yman qana voy. Geçtim. Geçtim. Ben mi geçtim? Sen mi geçtin ama? He? Sen çu. 500'ünü aldım. Beş yüz. Geçtim. On manım aldım. Geçtim. Çekindim. 20 ming ko'rdim. Rang chiqdi. Ana nima da? Qo'rqmayapti.
Bani görüp bak. Üçte. Gelemez mi? Kadırak. Ağayınlar. Yani oynamışlar ya, oldu mu? Ha, oldu kılayla, oldu kılayla. Qamsa men qaysa ayt ko'rishlar. Mahma. Elimizmi qurude. O'tirsan ku, mangmamsan? Mandınlama. Qara. Qasım şoförga Ahmet tazi geldi de şu an esma. Qasım kanku bir Ahmet geldi esma. Bir nöbette. Qasım ka, bugün Ahmet'ten taz geldi mi? Bunda çotap oturmadı ha? Sizlarga çotap vermeye qutlanmayman. Bana asosini sasab qo'y. Bu senin. Bu sana çıktı orada. Bakalım sen. Hoş. Çıkma. Ağinler. Enesime işitime. Hoşa. Osman adaş. Ala bunu. Davamlıq işimiz. Mana ikki qiziq gap bilan ishmaysiz uni. G'azi adaş, qiziq gap deganni, men Anvar ishkinglarni anglaymiz. Qanday dedim afsona? Ey tangal, ele bakasini araqchilab mayqil yetimizmi? Onda ikki qiz afsona loyib ketadigan, onda yumshoq tangal yo'q. Bu şahsa keldi. Ben sizlerge bir yomur aytib beray. Bir kuni podshoning ayoli jannatga ziyoratga berib, bir saroyga kirib qopdi. Qarg'idak bo'lsa, saroyning to'ttimiga liq soat esiqliq to'g'idak. Bu soatning birsi asta, birsi tiz mengayotgan. Shuni bilan o Hörparidan so'rabdi. Bu nima ish debdikan? Hörpari uningga bu fani alemdeki her bir er kişiga qarta esilgan saatlar kimiki oshnisiga bakrak berilsa şunun saati tiz aylindi debdi. Ya bu yomurmu hikoya? Şunun bilan podshoning ayoli Hörparidan "Amisi mening shohimning soati qaysi?" deb so'rabdikan. Hörpari turib ketib, "Sizning shohingizning soatini Azroil ishxonasiga olib chamaldiruj qilib oldi" debdi. Yakalan. Hay yengem o. Eyvallah. Ötken duago. Bir toyda bir çokan bilen ufuğu çıkıp kaldım. Ama kasabetinin sağırsı alamet gencimi. Xuddi o'ytilgan lapingdek lig turdi ekan emasmi? Bir hafta ichida shu cho'kani shapib chiqdi men. Keçiti tushib buzilib chiqibdi-da. Uyda ayoling yo'qmi de? Ala. Xo'sha. Xo'sha. Hey. Bu bir men buga ishni uqta olaman, men buga vaqan aldinglarmi? Nima ishni? Samatni aldingmi? Yo'q. Bir mes, bir stol bu üstülüp uğulup gitmişim. Xuddi tangadek chechilib ketdi-da. Tapmaydigan gap yo'q deb o'zlarini. Xo'ja. Hozir chet elda bor, choshni tushirib deb, burtni budir qilib yuradigan moda chiqibdi-dek. Hey, seni beshak tayyorgandagi burtoni budir qilib chatalik qilyapsan. Bana adamlar bir şey Assalamu alaikum. Nasıl oldu ama? Nasıl ol yoktu. Burcu. Taza
Beyzi kılıçladı. Keling. Qani keling, birga o'tiraylik. Qani. Teshqima, avvalingli yaxshi. Mushu nasol degan nimani vaqo izdimiga ayirib qolmadi. Bizning malda bir qari odam bosdi. Shu og'ash chiqsang deb bek topilib ketgandi. Mushu do'konda bor deb anag'ida qilgandim. Nasvalg'o batdi, tugab ketdi. Uning ustiga nasvam chekidiganlar ozlab ketgachga yasaydiganlarning tayini yo'q. Manga bir kishi ekib berib turdigan. Uzoq bo'ldi, umi kelmaydigan bo'lib ketdi. Men qarang, biror romka ichib qo'yamsiz. Bo'pti, ichib qo'yay. Xo'sha. Xo'sha. Jimni kirib ichib ketdi, xo'p. Bale, mana. Boshqacha o'ylab qolmanglar. Mo'shundaq apligrak joyni topsam, azroq ichib qo'yman. Ichib qo'ydik. Mau bir botul aroqni yo'lda kelgach magazindan ilib olgandim. Buni tang ichaydi. Voy. Qo'yinglar. Bo'pti. Arqimizmi yetarlikdi. Bo'pti. Bumi sizning ko'nglingiz, ha? Peyzinglarni buzib etmagandimi? Bayatınkı sizden hürmetingiz. Endi mao sizden naq növtüngiz. Qani bunu bir içip qo'ying, ha? Eling. Eling. Bale. Qani xo'sha. Bir kuygan tonuş, ikki kuygan tuqqan debdikan. Shunda. Bugun har biringlar bilan tanışıp qoldim. Bundan keyin urug' tuqqandek bo'lib o'tamiz, ha? Bir naqsh etib bersam, qandoq deysizlar, ha? Bu bo'pti, aytavering, naqsh bo'lsa olmaymiz jimi? Qapqara qo'y ko'z, ko'zligim. Cidim pida bulsun ey sana Cini ey pida Cinim pida bulsun eyvah ay sana Cinidin keşken ey setenler ey aşina Qaşa. Aşina bulsun ey sana ey Yasin'in ade derdin vay aman rahmetli bu alamet peyziniz varken bu eline işitine. Bak bu alamet. Allah. Oho. Vay. Ben mındaqlı etib qo'ydim. Tazı tegish qiladigan bo'lsam, men degan naqshchilarni qatlabli qo'yaman. Hozirg'o ikki qiz kaldirlaydiganlar o'zini men naqshchi deb oldigan bo'ldi. Naqshi deganni bog'u Abduvali Jarullayevdek, Davudjon Nasirdek Mana mendek etmemde. Qandaq dedi. Ağinler.
Mao dükkanını işidin takap koyup aram xuda bir otlanmaylı mı? Sakı. Ben edep çıktı. Edep. Adabki. Ne babda çıkıp girem. Edepki gerek yok. Astırak. Avayla. Üzep çıkmasam. Üzep çıkma. Oldıra. Ben edep. Siz gideyim de çıkıyorum. Gerek yok. Edep. Gel içim aldı gel. Kasabet nakşini hali yaman emas eydidiken ha? Lekin kaçtı ha? Endi kim? Ne kaçıdı? Rahtiga bu iş lasnıza. Bugün acep iştiyesim kaldı mı? Rahtiga bu koyunu içmeymen deymen yanlış kalın. Ağineler. Moşu yakından beri chet elde. Məxsus xotun yoqlağa xotun. Eri yoqlağa er bop berdiğan bir kesip ronaq deyiptidek. Ulanın qızları bolsa şunçilik sılva. Erleri bolsa şunda qavul kilemiş. Ula boş vaqtlarida boş qışqınmay muskullarını çiğitip ultramış. Müşkin doğağı emmi nersi tәтір ağenile. İlgiri sakal burut degende müş dadılar koyup ballarının inekleri pak kızdırdı. Doğru, şundaqda. Hazır emmi sakal burut yaşlağı küçüp çoğlarının inekleri takırışıp başladı. Rast aytsa. Qarala, chet elda bir galastik chiqibdi dek. Uni taqab yotgan odam faqatli xo'raktatmaymish. Voy qo'poy. Tapib ketamiz gaplar bu. Yo'q, sening gaping gap, mening gapim gap emasmi? Gapning qiziqi texi mayada. Hozir dunyoda bog'u nomrodlar höppidi samirib ketib, boylar shipidi o'rg'lab ketibdimish. Hey, mush hozir chet elda bog'u. Voy baldalar achaka chatal qo'ya, chatalarni. Ağineler, bayatın kirgen bizning eliqi naqshchi ağinimiz o nakatda. Balkim kech qolmay deb uyga qarab mang'andu. Ağınsı yo'liq qoldim kitam. Ağineler. Uzadı mesmu yoki saqmu? Ha? Sizlar diqqat qilmadinglar. Bayatın mush do'kon qilib maskirib tikavi. Qachon mav aroqni ichishdan qo'rqib tikavatganda. Ya. O kayıpçilik bir yak qilib qolgan gap. Onun o'tirqida qochadigan emas. Ey, ağinlar. Saatmi bir yaga berib qopti. Ne çöptü? Aroq beshimi chiqdi mening. Asta qaytmaylimi? Mayli. Ketdik. O'qtaymiz-da. O'nchilik bo'lsa ixtiyoringlar. Yaxshi o'tadik. Qaytdik. Ya, maqsadlar ko'shdi. Samet Tügülek. Samet Çakırı. Dükkanını takap mağmamsız bile. Ağineler. Sizlar avval mang'ashtiringlar. Men ma dükkanı takib tutiblar, kayninglar. Ağinen Tügülek. Astıra. Maşt. Ma'qul xo'sh. Hozir yetimi. Mağda.
Ha, iş qilgan narsa niye etmas? Acaba bir tarakıştı paydap kettin motorunu saqchi. Qisqa o'tira. Qisqa taqashqa jim o'tirayotgan-ku. Menda qissamaydigan bor-ku. Voy, sizlarmi keldinglarmi? Ma, oyoq ber, o'lta. Nima kelgan endi? Seni uydan keldimi? Har qaysinglarning bu yerga nima ish qilib kelganligingizni bilamsizlar? Hech nimani bilmayman men. Xotin bolarimning oldidan bu yerga meni haydablar keldinglar-ku. Mening bu yerga birinchi qatim kirishim. Men ko'zimni ochsam, soqchimi to'sib o'tirman.
Kechishim o'rtoq quloq meni yeyapti ketayotgan qarang. Do'kon kirgan bir xaridorning pulini elib olibsizlar. Qani aytinglar-chi. Qaysinglar oldinglar? Tova. Moda tuhmatni. Voy biz qaysi xaridorning pulini yeyapti-ku? Hey! Sizlar bilan birga o'ltirib, haraqishga hali xaridorning pulini-chi? Qanday gap bu? Do'kon deganga xaridor degan gap turgan tursa. Hey! To'la xursandlik qilishma. Senlar ilishmasang, kim oladi pulni, ha? Bu odamga to'la tuhmat chaplamanga. U xaridor bilan birga o'ltirib haraq ichganlik gunohimiz bor. Pulni elib oladigan biz ya o'g'ri bo'lmasak, shu emasmi? U xaridor Samatning do'koniga kirganda xilil ig'ir maskandoq. Keyin adab chiqib kiray deb chiqib ketib, shu chiqib ketgancha qaytib kirmadi. Shundaqdi. Shu? To'g'ri, ma tuhmatni qara. Hammanglarning masligi teq yeshilmabdi. Kechichi meshada turib, masliginglar yeshilgandan keyin ondan paranglashak. Bu nima ish qildi? Biz qanday degan gapdi? O'zimizni bojaqlarimiz Ozgina Hey, sen nima qildiq odam? Qaysi idorada ishlaysan? Men mushmallik. Chopor. Uncha ko'p pulni nereden olding? Nemish qiyiningga sap yuriysan? O pullarni tijorat qilib, terisi tib topqandim. Bugun mas'ul qolib ekanman. O'g'irga oldirib qo'ydim. Bak. Hey, kazzap o'g'ri. Men Asli sen boshqalarga to'kmat chaplab, ularni solatqizib qo'yib, bu do'konga o'zing o'g'irlikqa kirmoqchisan-da? Ha? Yo'q. Mening hargiz unday niyatim yo'q. Sizga desam, mening o sumkamda nurg'un pul botdi. Mana qilib qilsa ham bo'ldi. Men o sumkani mushu do'kon qo'yib qo'ygandek esimda. Hey, biz bu deloni tashirib aniqlaylik deb olsak, sen nima ish qilib kelasan? Ha? Naq maydon buzilib ketdi. Endi qanday xizmat qilamiz? Men bilmabdiman. Men rostini bilmabdiman. To'liq xursandlik qilmay, bu yerdan bang. Mana. Ya Allah. Bu qora to'kmatni oxir qutuldik-da. Shuni degina, men bekli qo'rqib ketgandim. Zodi to'nimagan odam deganda so'rig'i hargiz tatmas kerak ekan. Xalq olam oldida o'g'ri degan nomga qolgan bo'lsak, beshimizni qandoqmi ko'tarib yuribdik, ha? Shu emasmi? U degan o'g'irning bizni soqchiga so'rdi. Uning do'koniga tushgan qiziqish. Shu emasmi? Ey, agar bu seni do'koniga o'g'irlik qilmagan bo'lsa, biz bu qora to'kmatni qanday qutlatdik? Shu emasmi? Elim aman esan qilib chiqdik. Xudoga shukr. Çağlap oynanla, çağlap oynanla.
Oylab sizlanglar, çağlab oynanglar. Oylab sizlanglar, çağlab oynanglar. Oylab sizlanglar, çağlab oynanglar. Ya Dügülek. Qanday qo'y? Osman, marab tuğuş uy qilsamamda. Bo'ldi. Men mayoqqa o'tib ketayotgan sen bani. Adas menga o'tirmas. Bo'ldi. Voy, menga o'tirmas. Qaytay. Voy, menga o'tirmas. Aras, Osman. Seni soqchilar izlamagandi. Nima izlaydi? Seni izdimi? Yo'q, endi deyman-a. Anvar g'ozilar teshdiqdi. Ya yaxshi, ular necha kun bo'ldi seni ko'midi deb yurdi-ku. Dan so'rab baqdim. Xo'sh emisa? Qasim, nima qilyapsiz? Hey, nima bo'ldingiz? Bu narsa keraklar bizga lozim. Qasim, unda qilma. Qo'yver. Nima qilganingiz bor? Meni qo'yver. Men pullarimni topaman. Mening pullarim qani? Qani? Nimishqa bunday qilasiz? U bizga nima kun? Qasim, siz doim menga pul degan qo'lning kiri. Pul degan tepiladi, aytdingizmi? Undan saranglik qilmang, Qasim. Saranglik qilmang? Mening pullarimni sen tiqib olding. Sen tiqib olmasang ne ketadi? Ulan seppa! Pulning dadini sarang bo'lsiz. Qilib qizil sarang bo'lsiz. To'xta! Nega qo'ysan? Mening pulim qani? Pulning dadini sarang bo'lsiz. Sarang. Voy Xudoyim, nima bo'lgandi? Juriysa. Qachonli qarsak taqoq turdi uning dubkina. Chiqqan bo'ldi. Sizni yo'qotib ketdi-ku. Jura osmonni izlab baqili.
Assalomu alaykum adash. Qada oling yaxshimi? Bormisan? Nega mo'dan? Shu nagman atdim, sizlarni izlab maqdim. Keloldi tepishamidik. Samatligiga berib, birdan berimdan mo'ntishib o'tamamda. Shuyag hozir berib keldik, dukkini taqaqkan. Adash, uni buni degicha yuringlar, uyga berib baqaylik. Voy nima deydiganda uyga chiqatim bordim men, uyda yo'q-ku. Bir necha bo'ldi, bir og'iz gapimay untizli yo'qolib ketdi-va. Shuni deyman bu. Ey, bu yerda talishibdigacha malisi berib taqmaylaman. Yuranglar shunday qilaylik. O biroq peshkalik bo'lib qolmaganda yana. Nimaga? U degan so'roq chopsan qocha. Nimaga? Meni bekadim, nima deb ursa deymi? Mana sana. Ne bo'ldi? Nima shop ketdi? Yer turinglar. Yer turinglar. Qopcha. Qopa. Ey, Saran. Nima ish bo'ldi? Ha? Saran ova, men emas. Nima bo'lib ketdi? Beka. O'tami yoqqa. Mana ketdi. Ey, o'zingni oyisang bo'lmamdi. Qo'y, men nima qildim? Uningga esilgicha qochsang bo'lmamdi. Ha? Beka. Odam ursa, bo'lamdi ekan, mening izzat hurmatim daxl tariz uchirdi, uni jazolab berishing kerak. Uni qo'yib bergan bo'lsam, biqilringga toza bir yegan bo'lsang bo'pti-kan, ha? U degan sarang tursa, saranglar tang bo'ladigan senmi sarangmi, ha? Sarang odam ursa maylimi? Hey! Sarangga sot yo'q deganni anglamaganmi? Ha? Oy. Ishing neydigan juvoy demek? Tazım vuruptu-da sizni. Aram qutuldim degina o sarangdan. Elim Xudoyim saqlabdi. Og'iryotamda. Chekam. Sizmi o sarangga esli sürüp qasdingiz bo'lmamdi. Nim deb esli sürgensiz o sarangga? Onun saralg'ı men edim bilma. Ko'p kunuz odam urganda qarg'anda qiyib qizil sarangni o'xshaydi u. Yamanchi qurbatga o'xshaydi, ishki biqinim bilan beshim bek og'ir ketib bordi. Birdam aramasangiz yaxshi qolasiz. Doktorga apiraymi? Ya bo'ldi, birdam aramay olay. Jiringa bo'lmasa, oy kirib birdam yetib eling. Bu yerda yotsangiz baribir aramagandek bo'lmaysiz. Oy bella. Beshim. So'ngkini og'iz saraqqa opirib beramsizlar. Yo'q, sabr bera. Yo'q, senchi sabr bera. Ammo qo'rq. Men so'ngkini ola. Sho'ldi, oldilar. Ha, unda opirib berdim-mi? Ha. Bulmura.
Oy. Voy, nim bo'ldingiz? Nim bo'ldi, Osman? Keling, o'ltiring. Sizning kasalingiz odatdagi kasal emas, Osman. Nervingizning chataq chiqqan o'xshaydi. Darhol doktorga ko'rining. Ben sapsaq tursam, nervimda qanday chatoq chiqdi mening. Qarang, begadimga qo'rqib ketyapsiz. Agar nervingiz joyida bo'lgan bo'lsa, ko'p kunduz bunda qo'rqib yurmaydingiz. Gapimni anglab, vaqtida doktorga ko'rining. Bo'lmasa, Men eliqi saran quloq tuyum bo'layotgandan keyin nervimda azar chatoq chiqqan o'xshaydi mening. Chatoq o'xshaydi. Nervingizning chatoq chiqqan o'xshaydi. Bo'lmasa, saran bo'lib qolmang. Ya, ko'rma. Bo'ldi. Sen saran olsang o'zing bo'la bo'ldi. Men bo'lmayman. Kesal ko'rstamsiz? Ha, o'zimni bir tekshirib boqay degandim. Ismingiz nima? Osman. Necha yosh? 45 yosh. Nerede ishlaysiz? Doktor bo'lgandan keyin kasaldan naringiz og'riydi deb so'rang ha. Nimani so'rag'im kelsa shuni so'rayman. Kasal bo'lgandan keyin jim o'tiring. Sizning ko'nglingizni men bilmamdan. Oy. Avval nerede ishlayotganligimni so'rab olib, xizmatimning yuqori tuvanligiga qarab birdim demoqchi siz. Sizningcha men qanday manfaat tegadigan bir yer ishlab qolgan bo'lsam-a? Maoshimni mandaq birdirib qilib qo'ya demoqchiman. Mushum davolash oldimi? Voy, sizga doktor ko'rmayman. Voy, Sara. Nima? Men Rost sarangmi? Sarang, rost sarang. Hey, gapqimisam, texmini sarang deb tilovatida. Hey, doktor deb ayab qo'ydim. Bo'lmasa quloq dug salatdim. Sizim doktorga ko'ringiz bag'andan keyin ko'rinib o'tdi, yeni kasangiz olmamdi, ha? Sizim tasmin bir sarang ekansiz. Nima? Ya sen meni sarang deb tilovatamsan? Voy, meni narim sarangka. Voy, men odat soqqadamlarni soqtusam? Voy, doktorxonaga berib ko'rinmay qaytib kelgan odamning o'zi sarang olmamdi.
Aldığındaki nimetse ayollarının rızkını yemem. Oturup tokudek daha çok yedik. Özümün kanı tokuğu. Aslında burcum var eksen nerede gelse. Qaranglar, sarang nima chiqib keldi bu yerda? Qasimka nima ish qilyapsa? Sarang nima ekan-da, Pulumni izlayaptimi? Tay, o'yliq sarang'i bo'ldi, chaqamanglar uni. Sarangdan bak qo'q. Bo'ldi, uni chaqirmag'ina. Sen qiziq ekansan. Bo'ldi, chaqamanglar. Shundoq qilaylik. Pulini topgan bo'lsang, bizga piy bilan o'pkisib akatlasang bo'pti-ku. Bora, menga jiga. Qaranglar uni olibdi. Sarangni ishqi bo'rg'andan keyin sen sarang. Qaranglar uni derishga o'xshab qolginni. Asli nihoyat yaxshi shopirdi. Qima o'ynab oxir qima beshig'i chiqdi-da. Hey, yomon bo'pti. Hey, yomon bo'ldi. Hey! Bu abinin başına! Ne kapırsın? Nima ishing zotdi? Siz men tonimaysiz. Ammo men sizni erimizni tanıyman. Erimiz shu topda o daryo bo'yida bir qiz bilan oppoq-chappoq bo'lib o'tirdi. Nima? Deganlaringiz yolg'on emas-ku? Rost. Men o'z ko'zim bilan ko'rdim. Voy, ishqillah. Kishi deganga o ishongili bo'lmaydi. Aras. Men o mashinani akagandim. İşenmisiniz, ben sizni apuray. Zaten ishongili olmaydi. Bir o'zimni bir ko'rsatib qo'ymasa, ularning hammasini saqchib tutib beraylik. Shunda qilaylik. Qosim degan bu saroyni oldima yoqqanda, har holda ehtiyot qilaylik. Undaqmi qilmaganlik. Kopanga. Pil oynaymiz, ha? Nasıl oynayalım? Kopanga. Hey! Ya qaranglar, sarang Rasululloh o'pkis akaga o'xshamadi. O sen degandek sarang emas ekan Juma. Mana keldi. Hey, piy bilan o'pkisda akagan bo'lsang, bu yerga kelib o'ta. Bo'la. Mana ma Yusuf. Mana ma o'pka. Mana ma piva. Voy, Oldi. Oldi.
Oyna. Acem yaxşı oldu. Acem yaxşı oldu. Oyna. La 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 la. Ne oldu? Nakmı şu. Hey, nimde maşinam hep kaçsa. Hey, sen bana tanımsan tanımamsa. Yok. Bu degen saram. Elimi yaxşı maşinangni bir yer so'qlatmabdi, shuningdan xo'sh ol. Kim saran ki? O'zing saran. Qarala qizim qacha deb qoldi. Bura. Chaqib baba. Bunun nemisini görse deymi? Ya bir-birisini vaqtdan ko'tarib basamisa bu. Voy adash. Biroz vujud o'tdi. O'yin endi qiziydi deymi? Ha. Buna soqqan turishni ko'ygicha Osmon og'ayimizni chaqirib, qancha ishlarni qasab bo'lmadi deymi? Ha? Samatni yo'qab ketdi. Osmonni qarshi ko'rsatmasa, eng yaxshisi shu qora so'qishtirishni ko'rayli. Aroq ichib, yana o'tgankidek sochib kirib qolmayli deymi? Ha, qo'ya qo'riq gaplaringni. Bizning yoq ikimiz bo'lmasa, ular bo'lmasa ikkimiz ishimiz. Ha? Biz bilan birga aroq ichgan xaridor qilib ketdi demiş. O'ylab baqa, shuningdek Samat degilakmi yo'qoldi. Osmonni qichib ko'raydi. Hammasi shu aroqni kasabga adash. Ya'ni shu aroq to'ymidingmi? Oldi qilgina adash. Hey, sen bir so'm pulni o'g'riga berib qo'ysang, sarang bo'lib ketsa, pul degan ashnaq mehri yomon narsa bu. Jira bo'ldi. Qo'riq gapni qo'yib bir yatib o'ltiraylikcha. Mana. Ha? Hocam. Voy ne bo'ldi? Bir sarang gelimni bo'g'otdi. Qaysi sarang? Yiliqi, men san gapini qilib bergan yiliq sarangchi. Gelimni bo'g'ib faqat orom oldig'ini qo'ymayotdi meni. Ma bir piyol sovuq choyni içsangiz yaxshi bo'lib qolasiz. Soğuk çay içmeyme xotin. Soğuk çay degan soğuk yetmeydi. Oy. Soğuk su ziyonliq davassa, yana soğuk su içemsiz? İçin amani. İçmeyme. Tazım bir sarandek gap qiladi ekansiz. Sarang. Yenmeyim sarang. Kechida jo'ylab odam uxlatmagan siz sarang. Adam soğuk çay zo'lga o'zing sarang. Bo'pti sarang bo'lgan bo'lsam. Hey, ne bo'lsa? Chiqdimi? Voy, yelib kirgida men qo'rqima. Hey! Ha, qanday, ha? Çıktı. 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 Qo'ya. Yavaş bak. Hey! Men degan, Çıktı. men degan salam. Yarayma. Ben Cüret. Bəxt kuchusida ciddi bir ish chiqib qoldi. Tez kelarsan. Ha, shu. Ma'qul. Kim yeta? Tura. Ketinglar, ha? Yer ketinglar. Yo'l bo'shtinglar, ha?
Oturun. Sen nereye gittin lan? Yolu boştun lan ha? Yolu boştun lan. Ha yolu boştun lan. Vay. Ma resimni alametsiz zaptı. Hey, bu resim kim sizde? Hey, sen nima odamsan? Ben Saran. Kelime. Hey, ben aslı Saran. İşenimsançı, xotumda sorap bak. Doktorum şunda dedi. Hey, benim yolanda çatak çıkınca xil olup kaldı. Xotunumda ufkudu bunu başkalar fakat bilmeydi o. Doktor şunda dedi mu? Hey! Ya ben seni donup kaldım. Sen Saran satıyor diyen ko. Buni qanday qilsam bo'la? Bu yoqqa. Men qo'yibdi. Buni bilma. Bundan keyin bundaq yolg'on sarang bo'lib olma, ha? Sen urgan heliq saqchi bo'p qo'yib o'tinglar deganlik uchunlar sana kengchilik qildik. Yana shunday qildigan bo'lsang, cho'qim jazoga tortilsan. Mening rosti so'rang bo'lg'im yo'q qarang. O'sha Nirvandan sal chatoq chiqib qolganda qildi qarang. Meni so'rangning qo'rqinch chiroyi ko'z oldimga kelsa, so'rangda qilib qolmanlar qarang. Bo'ldi. Ma. Bundan keyin diqqat qil, ha? Ma'qul. Ma'qul. Osman Dangal bilan Samet Tugulab chiqisi yo'q qoldi ekan, ha? Qara. Ha? Voy. Dangal! Dangal! Osman! Ba'zan dostum yaşladın mı? Bağımı sen adaşa! Sen ne kettin? Bağımı sen! Ha, yaxşısan. Salomat tudun vaqini. Anlasam seni saqchiq kirib qopdi deydi rasma. Ha, gap qilma adaş, desam gap bakchi. Samatchan qani? O dükkan ichiyotdi. Sen ko'rmidingmi? Va, uni dukkan ne qayt bo'ldi, men faqat topolmadim ku. Adaş, bu sen bilen biz cem bo'ladigan o dukkan yo'q. Ha. Jure. Biz seni başa parayla. Jure. Samet Tugulekning dukkani mana shu. Oho, Allah'ım. Yürü, ben girmeyeceğim. Yürü. Assalomu alaykum. Qanday ahvolingda, yaxshimisiz? Bola dukkanlarni alomat qattiq qilib olsajmi? Bu shunchalik qilib qo'ydim. Mana o'zing shunda payzob alomat qattiq kutsa-da. Sizlar birdan turib turinglar. Men xaridorni yo'lga silib olay, ha? Oho, alomat o'tib kutdijmi buni ichi? Yuringlar. Onun qo'li boshimig'idek. Bu yerda yarim kun saqlasaqmi, uni bizga qaraydigan cho'lisi yo'q o'xshaydi. Shu emasmi? Samatchaning qo'li bosh emasga, jiringlar ketaylik. Jiringlar, ketaylik. Ben sizlarga gapirmoqchi nima odam? Hozircha uni dukkanni o'ldirib ketdi desak, ijozimiz o'zib ketibdi. Ko'rdinglarmi og'inlar? Bu guyma azroqli pul tepib, odam tanimasa qopdi. Hey, tapqinini o'dinaq yutib aktalamdi. Voy haldigina. Amni bir yomon xotini qo'li qoldi o'sha. Ey, mal dunyo qiziqqancha bu sarangning ishi. Hey. Ha, qancha o'simi? Samatcha sarang emas-da. Ey, ush birovdan og'inimizdan bizga mushundaq muomala qilgani qaraganda, ay, uni satamasmi? Bo'ldi, bu gaplarni qo'yib og'inlar bilan tep o'ltiraylik-chi. Bugun mening sal ko'nglim yerim bo'lib o'tadi. Ay, qanig'ich bir ishchaylik. Shunda ko'nglimizga gapni qilib birdam o'ltiraylik.
içini kılıp etkenen nima qilganda bu? Tova Xudoga nima qilgan ishni? Yana sarong'i tutdim nima buniki? So'kam aka. Aka so'kam. Mana. İçini kılıp etkenmen. Hey. Meni aqar so'kam pullarni men mag'lub qilani arzu tiqib bo'lgandim. Sen ilib olsa. Keşke pul ne deydi gelsiz. Pulun derdidi nervanızda atışıp sarang oldunuz. Yeni ne bu pul? Pulunu deyip be. Hey! Boğuk ben seni, boğuk koymam. Pullarını deyip be. Pullarını deyip be değil mi? Boğuk ben seni, boğuk koymam. Pullarımı kene. Oy para! Bekçi kul demesme. Oldu kılım. Hem de her kaç kısılır ornuk gelmeydi. Aşı harak diyen necisi içmeyen bulsanız. Muş iş yok. Sen rastlı o pullarını almadın mı? Saralınız tuttu mu? Karı akarmaz, saran sakaymaz diyen. Rast kepkende. Sen yani beni sarağında atsan. Hocam! Doktor! Ama bu kadarını bir kere. İlhan'ın eşip kemeyden İlhan'ın rast çatak çatan değil mi?
Voy. Voy Sametmisan? Voy qanday qo'y jinim og'inam avalim. Qanday avalim? Salomat tudingmi? Voy assalomu alaykum, ahvoling yaxshimi? Ko'rinmaysan. Salomatchilik yaxshimi? Ha, teshikmadash. Voy qaysi shamonlar ushirib keldi voy seni bu yoqqa? Bu nima deganing? Sen degan mening ko'ni ilpdim. Albatta izlab kelaman-da. Voy jinim adash salomat tudingmi? Ahvoling yaxshimi? Yurjda uyqir paravosaydi. Ey, mehmon keldi. Ha, mana. Jiradash uyqirayli. Oy. Tezxima. Qana avalangiz, hopdan turdingizmi? Yaxshi. Qana. Valla uy ichi tezlikda. Tezlik. Men mo sizlarni yo'qlab kelanmidim, ha? Choy elang. Rahmat. Jamila bilan ajrashib ketibsizlar? Uni bilan kelishammidik? Men chiqishim qaraman. Choyga o'tiringlar. Ada, ahvoling yaxshimi? Tezlik. Ey Osman. Sizlar dükkanға немеш kirmaydigan bo'lib oldinglar? Qarsak aldirashgansa, o'zimiz so'rab, sen avar qilmayli dedik. Yo'q. Qo'sig'inglardagi gapni men bilaman, ha? Qo'sig'imizda nima gap bor deysa, aday. O'zingning muomalasi shunday tursa. Rost gap qilmading. Shu chaqda u so'mkini boshqalarga bayqamagan. Sen ko'rib qolganding. Aqchan, shunchalar pulni o'zi yolg'iz jimiqtirib ketdi demoqchi sizlar? Ha? Va qaysi so'mkini? Va mana non turibdi, gapingni birsini tushunmadim jima. To'liq xubsanlik qilma. Eliqi biz aroq ichib o'ltaganda kirgan masning so'mkisini da'vatma. Shu chaqda u ag'ina adab chiqib kiray deb yo'q edi. Qarasam, uning so'mkisi sening putingning yenidil qilib qapti. Sen ko'zingni so'mkidan uzmay uningga pat-pat qarab qo'yding. Men shu fursatdan foydalanib, u so'mkini shaqqida bir yoqqa tiqib etib, sana ko'zimni qisib qo'ydim. Tova, faqat esim yo'q-jimi? U chaqda so'mkining ichida nima borligini sen bilmayding, men bilmaydim. Shundaqmi? Xalqning so'mkisini nima qiladi deysa? Dukkan deganda xaridorlarning so'mkisi degan unutilib qolgan ishlar bo'lib turdi-ku. Mening vaqo boshqalarning maxfiyatligini bilishga o'tda qiziqadigan bir odatim bor. Ashu pompiyo turgan so'mkining ichida nima bordo deb bakla qiziqqandim. Desam, ishonmaysan. Har kimning so'mkisining ichi vaqo qiziq bir dunyo. So'mkisiga aynaksib yuradigan erlar bor. Optan pichoqdan birini so'mkisidan ayirmaydigan xotinlarmi bor? Bir qatim birisining so'mkisidan bir xotir daftarni ko'rib qoldim. Uni o'qib, kulib o'layli degandim. Uningga nimalar yozilibdi demamsan? Uning bu shahrimizdagi hamma tul xotinlarning ism familiyasi, adresi, mijoz xulqi, chiroy shakllarining ujur-bujurgacha zirikmay yozib chiqibdi. Haqchan o o'ylanmay yurgan bir boytaqning qilgan ishi degina. Bir qatim bir ayolning xotirasidan chiqqan xatni o'qib, ta'sirlanganligimdan yig'lab etkili tasliq qolgandim. Endi o'zimizning gapiga kelsak. Biz xeyli uzoq aroq ichib o'ltirdik. Keyin sizlar ketdinglar. Men dukkanni taqay deb turishimga esimga iliq so'mki keldi. Qaytib kirib xalqning narsiga qiziqadigan odatim bo'yicha so'mkini olsam, ustida bir kullangi turibdi. Löngini shundoqla ko'tarmaymanmi? Ya Allah! Bu rostmi yoki yolg'onmi deb ko'zimga ishonmayli qoldim. Maslikmi taqab ketgandek bo'ldi. Qarasam, so'mkining ichi liqlib turgan. Keyipchilikda esimni darhol yig'olmadim. Ammo nim bo'lsin, bu chiqib turgan dukkanda qo'ymay uyga olib ketay dedim. Tova, asli ish mundaq ekan-da. Mana, ag'ina, sendan yo'shirdigan hech qanday ish qolmadi. Ey, keyin qanday qilding? Hiliq so'mkini ikisi qaytirib berdingmi? So'rangmi men? So'mkidagi uning puli miti? Hammasi bor-ku, xalqlarni qoqishib, utib olgan pullar. O'g'irlan bilan o'xshash. Xudo uningga buyurmag'ach, menga yo'liq turgan. Hey,
Bu sırni menden başka sen bilsen. Başka adamga demigensen. Xudoya tova. Hey, men bu gapni endi anglayotiman sendan. Men bu adamı gerçekten bilmeydiğin adam emas, Osman. Elik pullarni hozircha dükkanımga desmi qilib turdim. Foydasi bo'lsa tan ko'ramiz. Hozircha az bo'lsa-mu, mavu 5000 so'm pulni sen turmushingga ishlatib turgin, ha? Ola. Yo'q. Ma pulingni qo'y. Olmayman. Nima qilma pulingni? Al. Unda qilma adash. İş bununla tükemaydı. Biz yakın elağıydık o. Ben sana her ayda dükkanın paydasını 600 son verme. Ha? 600 son. Allah adaş. Bu diyen senin hakkın. Hey, anlasam eli kıkımavaz senin aldığını tosup uruptuk o. Kaç kımavaz? Eli bizim dükkan kirgen kımavaz çok. Voy. Voy senin dükkanın gelirken nasıl sorup kirgen adam mı? Ha, del şu. Oo, makallabını. Hey, muş pulun derdi saran olgan ne mi digine? Vay iset. Oo, vay iset. Osman, hoş emesin. Mağdamadı. Hey, ağzını çıngırak tutçu mu? Eğer başkaları dep koysan saçlar bilip kalsa bizni aldaptı dep. Seni mi solaydı, meni mi solaydı? Uftolma. Hoş emesin. Hoş. Osman! Ha! Osman! Ha! Samatcan qani? Ha? Samatcan qani? Ketdi. Ketdi? Nimaga uduqsiz? Men taxslay tamoq etib beray degandim. Kelgan odamning hammasi sizga tamoq etaversang, keyin o'zimiz ashqamaylik-a. Nimdoq sarangda gap qilsiz, Osman? Men sizning yuzingizni davatman. Bo'lmasa tamoq etib berib sarang bo'lib qolmadim. O degan sizning og'ingiz tursa. Xudoyim tavba. Qanday o'g'ini bu? Bo'ldi. Bu ishlarni keyin deyishaylik. Ha? Voy. Osman qavo? Ha? Ey Osman! Ey Dangal! Ey Dangal! to'xtag'ina! Osman! Dangal! Ey Osman! Voy, nimish qo'ysa to'xta deymi? Voy, to'xta! Ey Osman! to'xta deymi? Voy, nimish qochsa, ey! Ne yo'qoldi va? Adaş bu Osman bizi ko'zlab qochadigan bo'ldi. Uni qilib nima bo'lgandi? Sarang olib qoldim ya. Nimada sarangni ishini qilib yuriydi va? Samat o'zgardi. Osmonmi o'zgarsa, bu zot qanday qolib ketgan adaş? Beli qoqishimi kirgan odamning g'orga chatoqmi nima? Shundan keyin shu odamni sarang olib qolibdi deb anladim. Samatmi o'zgarsa, Osmonmi o'zgarsa, bugun sen bilmandimi chatoq chiqmasa? Yo'q gapni qilmag'ina. Jura, oyoqlarni izlab baqaylik. Hey, ana Osman! Voy.
Bundaq pulni oşu igijaqsiz tul xotindan qaşligini halal. Toxta! Saran, kimdeyse? Ben Saran'a ne buldu? Kim Saran ken? Sen beni udunğa! Saran, neymiş kursa? Kim Saran ken? Adem baba! Beni Saran'a da odamsa deke? Seni burada baka! Kim Saran ken? Kim Saran ken? Koydun mu? Saran, bakadım baka vurup! Bakadım baka vurup! Saran! Ya sen bir doktorun köketmeyin, Saran olan tavuk verirse. Ben onu işini mi kımırsam, o öz kilipli beni vurup gitti. Saran. Oğa, bu etrafta bir son pulni tutup koyuyor, Saran olup gitti. Bomuş yaxşı opirdi. Hey Osman, quduqba o'yladi ki heli kamagal xotinni bilasiz-ku? 3000 so'm pul deyip bo'ptikan, hukumat topshirdi debdi qarang. Xudoyim tova, rasmiy Sarankan o. Nima? Bundaysa? Bu dunyo saqadab qoldimi, qolmadimi? Sizga nima bo'ldi? Hajab hayron qoldingiz-ku? Eshitma. Ey, xotin, men yezitlik tuqqanlarnikiga chiqib, mushu nervamni sal aram oldirib kelajim. Men ham og'rib turibdi, qarab turib Saran olib qolmay yana. Nima qaraversiz, paktashgan so'ymadak oltangiz oltamansiz. Ağzınızı çakıp edip yakılınca mı? Ben paktaşken soyma emas. Osman ben. Osman'dan geldiğim ben. Ulan paktaş şu. Soymun tişidu. Dangal taşmaydı. Ey. Ben şu yazık tukallarını ki vagu. Kallarını sergitip Nervan'ı aram alır edip git barmen. Sizin şu tukum satmadınız. Oy. Bizden oyduğu bir iştap paypak var. Sizgi top doğru geldi. Ey. Kışınkini olsun gerek olsun. Bizimki birin hemen birey. Siz günü momiyaydığa okşamamsınız? Şopırıstan maşın toxtağa çıkmalı ben. Bir gün kaç kilo pısırkaysiz. Ben bilen birisi sığınsa günlülegiler kişilik koydu. İtap qarayaq Saran. Saran. Kim Saran? Üzan Saran. Şopırstan.
O saran kotunu maşinini çürüt, yaxşı kıldınız mu? Köp günüz adamki gözlü kısıvatıdı. Adaş, sen mi tormozunu tutup otasan da? Tormoz? Maşinda tormozu tutup oturmam ha. Adam baba! Bunun beni aldı ya! Önümde! Hey! Ben oturacağım beni! Ben oturacağım beni! Doktor hanım olma! O şoförün harap etsin onda! Hey! Ne buldun oy? Pul yo'q da otattınız. Hacep obdayak tıkıp koyup dikensiz ha? O pulni nima qilding? Nima qilatdim? Hozirgi vaqtda 2000 so'm pulga nima qilatasiz ey? Balaga bir aqir kengejak aldım. Yani uşaqcha qarsan to'ladim. Un, guruch, may, haras. Sizning pulni ag'ız ketgan, uni berdim. Qog'idagi mau kiyimlarni aldım. Chiroyliqmika? Toza obdan bo'ldi. Oy. Keşke quruq so'mkani ko'tarib kelaveramsan. Kichikroq bir narsa olsam bo'ldi. Kichik sağdık bir narsa olsam bu. Yotma Samatjon ma o? O shuka. Samatjon aka. Samatjon. Samat. Bak oldu qila. Chirg'in uni. Devletning holini. Do'konga xaridorning pulni dal mushka zapilib olgan. Nima? Nima deysa? Yo'q, tushib ketgan pulni mush o'g'irlagan. Bu kasa boyib ketdi. U bichora sarang'ib mashina vaqasida o'ldi. Bu uchimizni ko'z yumayib qo'ymasa. Bu bugun soqchiga deyma uni. Osman, o'ldira. Zad nima ish oldi? Hey, sen Samatjon bilan sherikmi ya? Haqiqiy ahvolni bizga tezroq deyna adash. O'tiraman so'zlab beray. Ha. Yo, bir kuni o'g'il, shu bir narsa sezib o'tirsam uy kirib ketdi. Ha. 5000 so'mni ko'tarib. Oldingmi? Olmadim. Nima boshmay Qaltsika ekan bu. Qaltsikalikda gap yo'q. Buningda modernizm, yangi prozchilik, simvolizm, aqimi deganlarning hammasi tepiladi. Modernizm degan naq mush hikoyada aks etgan. Bu haqiqatan qaltsika ekan. Yaqinda men bir jurnalda chet el yozuvchisi Zolaning shu xildagi bir asrini ko'rganda qilib edim. Mayakovskiyning So'lg'i Marks degan she'rimi modernizmning tarmog'iga bo'lgan posternizmga mansub. Buni ko'rdingmi, ha? Ha, ko'rdim. Ras. Bag'an siri do'tlashib ketyapmanmi, qandaq? Tushdik sutning o'rniga sovuq suv ichsam bo'pti ekan. Boshqalar mendan bu hikoya zodi qandaq yozilgan deb so'rab qolsa, nimami deyman? Ishonmadim desam, o'zimni oshkorlab qo'ygan bo'lmam deyman. Hey, og'aylar, shundaqmi deysizlar? Men o hikoyaning mazmunini qiz tushungan bo'lsam, o'lay. Sen nimini bilsa? Tushuniksiz, ammo qiziqarli qilib yozishning o'zi bir mahorat. Freud san'at tush demakdir degan. Baş muharrir, sizningcha bu hikoya zot qanday? Ha? Yangi uslubdagi asarlarni oldirab inkor qilib atsakmi bo'lmaydi. Qani. O'zinglar muzokara qilib bekitasizlar. Bu asar yangi Bu dünyada rastçıl insan buluş bekleyin. Haklı sözler aklı kara bilmeydiğen. Nereye azet gelgendi mu oynatmaylayra. Hem cayda daim dostunu oylaydiğen. Nereye azet gelgendi mu oynatmaylayra. Hem cayda daim dostunu oylaydiğen. Şen insanda
kaçar. Düşen insan dertke muhtaç emas, amma turmuş kısmet qinar her kaçar. Mense közlerini istekte mangsang mu yira, tuzar lekin aldığını derya tağdava. Mense közlerini istekte mangsang mu yira, tuzar lekin aldığını derya tağdava. Tuzar yaşlık gider hemmesi, kalar fakat dildi yangan arzu armanlar. Bozumu köp bu hayatta külgidin yığa, hak sakla vicdanını düşmesin dağlar. Bozumu köp bu hayatta külgidin yığa, hak sakla vicdanını düşmesin dağlar. Hak sakla vicdanını düşmesin dağlar.